Qiz ayollarning haj va diniy ilm uchun mahramsiz safar qilishining hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Islom dini qiz ayollarning haj qilish yoki diniy ilm egallash uchun mahramsiz safar qilishiga va sirtlarda mahramsiz turishiga qanday qaraydi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Mazkur savol farqli 3 masalani o'z ichiga olgan bo'lib, bularning javobi tuvandikicha. Birinchi masala: qiz ayollarning mahramsiz haj safariga chiqishi. Haj faoliyati mayli er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, imkoniyati yor bergan har bir musulmonga farz qilingan katta ibodatdir. Haq taolo aytadi: berishning yo'lini qilolganlarning Ka'baga haj qilishi Allohning ularning ustidagi haqqidir. Kimki tanadigan shubhasizki Alloh ahli jahondan behojatdir. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Islom dini 5 asos ustiga qurilgandir. Ular: bir Allohdan boshqa iloh yo'qdir, Muhammad Allohning elchisidir deb guvohlik berish, namoz o'qish, zakot berish, haj qilish va Ramazonda ro'za tutishdir degan. Bu dalillar ernimi, ayolnimi o'z ichiga oladi. Buningda hech qanday qarash o'xshashmasligi yo'q. Lekin qiz ayollarga nisbatan hajga yolg'iz berish xavfli bo'lg'achqa, sahih hadislarda qiz ayollarning haj va boshqa safar uchun eri yoki mahrami birga bo'lishi shart qilingan. Bu masalada oldi bilan ta'kidlab qo'yganimiz shuki, qiz ayollarning nafli hajga mahramsiz berishining joiz emasligida ba'zi bir zaif qarashlarni hisobga olmaganda barliq olimlar asosan ittifoq. Farz hajga safar qilishga kelsak, sahih va aniq hadislar mayli qanday safar bo'lsin, qiz ayollarning eri yoki mahramsiz safar qilishning joiz emasligini ko'rsatadi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayol kishi mahramsiz holda 3 kunlik safarga chiqmasin degan. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan kelgan sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan ayolning mahramsiz bir kecha kunduzlik yo'lga safar qilishi halol bo'lmaydi degan. Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan kelgan yana bir sahih hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ayol kishining eri yoki mahrami bo'lmay turib 2 kunlik safarga yolg'iz chiqishi durust emas degan. Imom Tirmizi yuqori hadislarni bayon qilgandan keyin ahli ilmlar mushu bo'yicha ish tutib kelmoqda. Ular qiz ayollarning mahramsiz safar qilishini yomon ko'rishidi degan. Yuqori hadislarda ko'rsatilganidek, qiz ayollarning safar qilishiga shariat ikkining birini shart qilgan. Biri eri, yana biri mahrami. Mahram deganimiz Imom Navaviy va Imom Ibn Hajar qatorliq olimlar izohlaganidek, ayolning nikohiga elishi mangu harom bo'lgan kishidir. Eri yoki mahram tuqqanini shart qilish shariatning mukammal va ulug'ligining isbotidir. Chunki buni shart qilish iffat nomusini qo'g'dash, qiz ayollarni izzatlash va musulmonlar jamiyatini barliq fitna fasod va buzuqchilik omillaridan saqlab qolishni ko'zlashdan boshqa narsa emas. Bugungi kunlarda haj safarlarda shariat ko'rsatmasiga rioya qilmay, mahramsiz hajga borgan qiz ayollarning muqaddas diyorlarda duch kelgan ba'zi echinishli voqealiklari, bo'zaq qilinishlari, haj qilish bahonasida buzuqchilik to'niga o'rnab olgan yomon niyatli ayollarning rasvochiliklari bu ulug' shariatning har zamon va har makonga loyiq ilohiy shariatligi va bu shariat ko'rsatmasiga xiloflik qilingan ahvolda nurg'un masalalar yuz berganligi ko'z oldimizda isbotlanib turmoqda. Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam ayol kishi mahramsiz safar qilmaydi. Yot er kishi ayol kishining mahrami bo'lmagan ahvolda uning yoniga kirmaydi degan edi bir odam. Ey Rasululloh, men paloni qo'shin bilan jangga chiqmoqchi edim, ayolim bo'lsa hajni niyat qilyotidi dedi Rasululloh. Onun bilan billa hajga chiqqan dedi. Qaraydigan bo'lsak, yuqorqi bir necha hadisda so'rg'uvchilarning savollariga qarata 3 kunlik yoki 2 kunlik yoki 1 kecha kunduzlik degandek iboralar kelgan bo'lsa-mu, Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning hadisida mutlaq holatda mahramsiz safar qilmaydi degan. Imom Tahoviy va Imom Navaviylarning tahlili bo'yicha bu hadisdagi er g'azotga chiqish yoki ayoli bilan birga hajga berishdan iborat ikkining birini tanlash kerak bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam
uni ayoli bilan birga haj qilishga buyurganligi, hajga ayoli yolg'iz borsa qat'iy bo'lmaydiganligini ko'rsatadi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan yana bir sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inoq qilib mahrami bilan birga bo'lmagan ayol hargizmi haj qilmasin degan. Uning ustiga sahih hadislarda kelganidek haj ayollarning jihodidir. Ularning bu jihodi jafo mushaqqat va har turli qiyinchiliklar bilan to'lgan bo'ladi. Yatoq, qatnash, davolanish, g'izolanish va aram olish qatorliqlar haj oylarida odam dengiziga aylangan yilning ko'p qismida tonurdek issiq Makka Mukarrama, Mina, Arafat va Madina munavvarlarda odatdan tashqari bo'ladi. Bu jarayonlarda qiz ayollar odatdan tashqari himoya qilishga va qo'g'donishga muhtoj bo'ladi. Yuqorqilardan ma'lum bo'ladi-ki, qiz ayollarning haj safari qilishida shariat bekitgan eri yoki mahrami safarning o'zi uchun zarur bo'lganidek, ayolni haj jarayonida himoya qilish uchunmi intayin zarurdir. Olimlar yo'l xotirjamligi va mahramning shart qilinishi ustida to'xtalganida, mahram qiz ayollarga hajning vojib bo'lishi uchun shartmi yoki hajni to'g'ri ado qilish uchun shartmi degan masaladami izlangan. Hanafi va Hanbali mazhab bilan bir-birlik olimlar yo'l bexatarligi va mahram haj vojib bo'lishining sharti deb qaragan. Bu Ishoq va Ibnul Munzirlarning qarashidir. Maliki va Shafiy mazhab hajni to'g'ri ado qilish uchun shart degan. Vojib bo'lish sharti deyilsa, eri yoki mahrami topilmasa, u ayolga haj farz bo'lmaydi degan natija chiqadi. Mushu qarash dalil jihatdan kuchli. Imom Ahmad buni aniq ifodalagan. Imom Abu Davud aytadi: "Men Imom Ahmaddan mahrami bo'lmagan iqtisodi bor bir ayol bor. Uningga haj farz bo'lamdi deb so'rasam, u yo'q deb javob berdi va mahrammi oyatdagi hajga berishning yo'lini qilish jumlasidan dedi. Ammo ado sharti deyilsa, haj qiz ayollarga erlarga farz bo'lgandek farz bo'ladi. Ado qiladigan chog'da eri yoki mahrami birga bo'lishi shart qilinadi. Ammo haj gadiniga farz bo'ladi. Bu ayol eri yoki mahramsiz haj qilsa, farz haj gadinidan saqit bo'ladi-yu, cho'ng gunoh sodir qilgan bo'ladi. Yana bir tarafdan eri yoki mahrami birga berishga unamagan yoki chiqimini o'z yenidan chiqarib birga berishga unamagan yoki ularga o'zi bilan birga yo'l xati va rasmiyatlarni bajarolmagan ahvolda ba'zi olimlarning nazarida u ayolga haj farz bo'lmaydi. Shundaqla eri yoki mahramining chiqimi yoki ularning rasmiyatining chiqimlari u ayolning ustiga vojib emas. Bu sababdan olimlar eri yoki mahrami bo'lmagan ayolning hajiga birga berish uchun erga tegishi vojib emas degan. İmam Quduri qatorliq ba'zi olimlar u ayolning ashu chiqimlarini va rasmiyatlarni qilishga o'z yenidan pul sarf qilib haj qilishi vojib degan. Hozirgi haj o'maklariga eri yoki mahramning rasmiyatini bajarilmaslik, yo'l xati, pasport hal qila olmaslik va viza ololmaslik qatorliq qiyinchiliklarmi mushu doiraga kiradi. Yuqorida aytganimizdek, eri yoki mahrami birga bo'lishi yo'l bexatarligiga chetishlik shart bo'lib, ilgirki va hozirgi ba'zi olimlardan shariat ko'zlagan maqsad bexatarlik bo'lg'achqa, bu maqsad vujudga chiqadiganlar bo'lsa, eri yoki mahrami bo'lmasimi bo'ladi deb qaraganlarmi bo'lgan. Masalan, Imom Shafiy rahmatullohi alayh mashhur qarashida eri yoki mahrami birga bormasimi, ishonchli bir to'p ayollar hamrohligida borsa bo'ladi desa, Shafiylardan Imom Shirazi bir ayol hamroh bo'lsimi bo'ladi deydi. Maliki olimlar farz hajiga eri yoki mahramni shart qilsimi, lekin ular bo'lmagan ahvolda yoki birga berishga ma'qul kelmagan ahvolda bir to'p er yoki bir to'p ayol yoki er ayol aralash bir to'p hamroh bo'lsa yetarli deb qaraydi. Buning uchun u ayol o'zi diyonatli, axloqli bo'lishi shart. İmam Ahmaddan kelgan ojizroq bir qarashda safar jarayonida yot erlarga aralashishdan saqlangan ahvolda yashinib qolgan ayollarga farz hajiga mahram shart emas. Maliki olimlardan Imom Bajimi shunday qaraydi. Hanbali olimlardan Imom Ibn Taymiya bo'lsa, bexatar haj qila oladigan har qanday ayol mahramsiz haj qilsa bo'ladi deb qaraydi. Imom Ahmaddanmi shunday bir qarash kelgan. İmam Avzai ayol kishi taqvodor bir guruh kishilar bilan farz hajiga chiqsa bo'ladi. Uloqqa chiqib tushishda er kishi yaqin kelmasdan shota ishlatadi. Er kishi tugining beshini tutib bersa yoki ayol kishi erning beligiga dastlab uloqqa chiqsa bo'ladi degan. İmam İbn Hazm eri yoki mahrami bo'lmagan ayol hajga chiqaveradi, gunoh bo'lmaydi deb qaragan.
Hozirgi zaman olimlaridan doktor Mustafa Azzarqa zo'ri tepilganda eri yoki mahrami billa bo'lmasimi, boradigan aydirumda eri yoki mahrami oldiga chiqib kutib oladigan bo'lsa, ayol kishi mahramsiz safarga chiqsa bo'ladi. Poyizmi o'xshash. Chunki bular ma'lum tuzum va xodimlar tarafidan nazorat qilinadigan ommaviy qatnash vositalari degan. Shayx Abdul Muhsin Ubaykanmi shunda qaragan. Bu olimlarning asoslangani bo'yicha bexatarlik va amallik kafolatga ega bo'lsa, eri yoki mahramsiz hajga borsa bo'ladi deyilgan bo'ladi. O chaqda eri yoki mahramsiz safarga va hajga chiqmaslik haqida kelgan sahih hadislarning hammasi amaldan qolgan bo'ladi. Halbuki bu hadislar ayollarning safarini bexatarlikka bog'lagan emas, balki eri yoki mahramiga bog'lagan. Buningdan bu masalaga islom shariatining bexatarlik doirasi bilanlar shakllanib qolmay, texmi cho'nqur, texmi inchiki nazar bilan qaralganligi ko'rilishga bo'ladi. Bu xuddi namozni qasr qilib o'qish yoki Ramazonda safar holatida ro'za tutmaslik ruxsati uchun safardan iborat halqiliq bir illat bekitilganligiga o'xshash, u ruxsatni mushaqqatga o'xshagan o'lchami yo'q biror illatga bog'lamaganligi o'xshab ketadi. Mushaqqat bo'lsin bo'lmasin safarli bo'ladigan qasr qilish bilan ig'iz echitish ruxsatidan bahramand bo'lganidek, ayollarning haj uchun bexatarlik va amallik kafolatga ega bo'lsin bo'lmasin eri yoki mahrami bilib bo'lishi kerak. Shunga bu turli qarashlarning hammasi eri yoki mahramni shart qilgan aniq va mutlaq sahih hadislarga zid keladiganligi jihatdanmi bu turli ahkamlarda ayollarni turli fitnalardan qo'g'dash qatorliq shariatning ruhiy va ko'zlagan maqsadlari jihatdanmi zaif hisoblanadi. Shundaqla ziyonning oldini olish manfaatni qo'lga keltirishning oldida turdi degan usuliy qoidami buni kuchlantiradi. Shunga Imom Ibnul Munzir ular bu vaqtdagi sahih hadisning ko'rinib turgan mazmunini tashlab, har biri dalili bo'lmagan shartlarni qo'yib olishgan degan. Yuqorqi oyat va sahih hadislarni, shundaqla ulamolarning bayonlarini ko'zdan kechirish natijasida ayollarning mahramsiz hajga berish masalasini bunda xulosalash mumkin. Birinchi, ayollarning nafli hajga eri yoki mahramsiz berishning durust emasligida olimlar asosan ittifoq. Ikkinchi, Billi bardigan eri yoki mahrami bo'lmaganlarga haj farz bo'lmaydi. Shundaqla farz hajiga eri yoki mahramsiz berish sahih hadislarga tayangan kuchli qarashda durust emas. Ikkinchi masala, qiz ayollarning diniy ilm egallash uchun mahramsiz safar qilishi. Yuqorqi sahih hadislar mazmuni bo'yicha aytganimizda, qiz ayollarning o'qish uchun mahramsiz safar qilishi harom. Lekin yurtida diniy va fanniy jihatdagi zarur bilimlarni o'rganish fursati yo'q bo'lgan taqdirda, mahram tepilmagan yoki tepilsimi birga safarga chiqolmaydigan ahvollarda o'qish istikidagi qiz ayollarning zarur bilimlarni o'rganish uchun mahramsiz safarga chiqishini zaruriyat nuqtasidan joiz demay bo'lmaydi. Bundaq safarga chiqqan ahvoldami bexatarligi yuqori, namahram bilan xoli o'ltirib qopmaydigan aeroplan va shunga o'xshagan ommaviy qatnash vositalari bilan bir sotkaga o'zrab ketmagan muddatda safar qilishi, ishonchli bir necha ayollar yoki biror oila bilan safar bo'lish, boradigan joydami mahrami bo'lmagan taqdirda ishonchli kishilar tarafidan qo'g'diladigan tuzumi chin qizlar yotqi tepilishi kerak. İmam Qardavi bu vaqtda qiz ayollar ilm talab qilish uchun mahram bilan boshqa yurtlarga avatilsa bo'ladi. Bo'libmi, islom allaridan boshqa allarga safar qilishda mahrami billa bo'lishi lozim. Ba'zi islom allariga o'zi yolg'iz bormoqchi bo'lsa, ba'zi bir shartlar tepilsa joiz. Masalan, Qatar davlati qilgandek maxsus qizlar yotqi tayyorlab, ching tuzum ostida yotoq nazorati kuchli bo'lsa, tashlab qo'ymasdan davomli xabar olib turgan taqdirda mayli, ammo Yevropa va Amerikaga mayli qandoq ilm talab qilish uchun bo'lsin, yolg'iz safar qilishga bo'lmaydi degan qarashni ta'kidlaydi. Albatta, zarur bo'lgan biror kasbni o'qish boshqa sharoiti yaxshi yurtlarda mumkin bo'lmasa, mazkur shartlar hozirlangan taqdirda Yevropa va Amerikami boshqa yurtlar bilan o'xshash hukmda bo'lishi kerak. O'qish uchun safar qilish masalasida kufrlik hukm surayotgan bo'libmi, din o'rganish mumkin bo'lmagan yurtlarga nisbatan mushuq qarashni tutmay bo'lmaydi. Chunki safar qilmay turishning o'zi dinini o'rganmaslikdan sirt, dinini saqlab qololmaslik, o'zini qo'g'day olmaslik degan gap. Bu hozir o'zini islom allaridan sanaydigan bir qism allardimi ba'zilar duch keladigan ahvol bo'lishi mumkin. Safar qilgan ahvolda hech bo'lmasa dinini o'rganish,
erkin ozoda ibodatini qilish fursatiga erishidi. Balki tehi iffat nomusini qo'g'dab qolalaydi. Bu jihatdan yengil ziyon tortish orqali ig'ir ziyondan qutulgan bo'ladi. Bundaq ahvollardagi safar zaruriyat safari bo'lg'achqa yolg'iz safar qilishga ruxsat qilingan. Ammo o'z yurtida ozoda erkin turalaydigan, diniy va fanniy zarur bilimlarni o'rganalaydigan bo'lsa, ilm talab qilish uchun eri yoki mahramsiz safar qilishga bo'lmaydi. 3-masala. Ilm talab qilish uchun chiqqan qiz ayollarning yaqin yurtlarda mahramsiz turishi. Eri yoki mahrami birga bo'lish safar uchun qo'yilgan shart bo'lib, turadigan joyda turish uchun eri yoki mahramining birga turishi shart emas. Faqatla bexatarlik yo'qolib ketgan ahvolda mahram bilan turish lozim bo'ldi. Bunga asosan eri yoki mahrami birga olib o'rinlashtirib qo'ygan yoki allaburun yolg'iz safar qilib bo'lganlar hozir o'qib turayotgan joyda yuqoridagi shartlar tepilib xotirjam bo'lsa, o'qishini davomlashtirsa bo'ladi. Yuqorqi sahih hadislarimi shuni ko'rsatadi. Shundaqdimi, safar qilib borgan manzilda fitnadan saqlanish va o'zini qo'g'dash jihatdan ishonchli hamrohining qiz ayollar bilan birga turishi yoki yuqorida Imom Qardaviy bayon qilgandek tuzumi ching, nazorati kuchli qizlar yatqida turishi lozim. Mazkur shartlar mayli diniy ilm uchun turish bo'lsin yoki fanniy ilm uchun turish bo'lsin, o'xshashla zarur shartlardir. Xotirjam bo'lolmaydigan ahvolda yaqin yurtlarda emas, o'z vatanidami qizlarni yolg'iz qo'yib qo'yishga bo'lmaydi. Shayx Hasanayn Muhammad Maxluf rahmatulloh alayhidan otasi xizmat zaruriyati sababidan o'qiyotgan qizini o'qishini davomlashtirib olish uchun uyda yolg'iz qo'yib, bir necha kun safar qilish to'g'risida so'ralganda mundaq fatvo bergan. So'rg'uchining yiroqlarga safarga chiqish jarayonida bo'yga yetgan qizini birga turadigan mahramsiz holatda yolg'iz tashlab qo'yishi bo'libmi, hozirgi zamonda ig'ir buzuqchilikqa sabab bo'ladigan xatarlik ishdir. Shundaqla shariat vojib qilgan iffat nomusini qo'g'dashdan iborat ko'rsatmagimi zid keladigan qilmishdir. Shunga u qizni yolg'iz holatda tashlab safarga chiqib ketish harom bo'ladi. Uningdan keladigan ziyonmi ashu muddat ichida o'qib olish uchun yolg'iz qolishidan kelib chiqadigan foydadan ig'ir bo'ladi. Kafirlar diyorida, shundaqla amalliq yo'qolgan diyorlarda qizining o'zi talab qilib chang turib olgan ahvoldami uni til o'rganish va o'qish uchun yolg'iz holatda tashlab qo'ymaslik lozim. Yolg'iz tashlab qo'yish balkim oqibat e'tibori bilan u qiz haqida qilingan bir jinoyat bo'lib qolishi mumkin. Qandaqla bo'lmasin, ilm talab qilish yuzidan mahramsiz safar qilib bir yurtga chiqqan ahvolda uning mas'uliyati shu qizga bo'ladi. Andin shu joydagi musulmonlar jamoatiga u qizni bexatar o'rinlashtirib, holidan xabar olish va uningga din o'rgatish mas'uliyati tushadi. Vallohu a'lam. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom, 44 nomerlik fatvo.